Surxon vohasi O'zbekistonning eng serquyosh va unumdor hududlaridan biri. Hududda yil davomida turli xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. Viloyat dehqonlar va fermerlar zamonaviy agrotexnologiyalar asosida yerga ishlov berib, eksportbop mahsulotlar yetishtirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayni kunlarda Termiz tumani Gulbahor mahallasida tarvuz eksportining boshlangani ham so'zimiz isbotidir. Mavzuni muxbirimiz Chaman Aromlarda poliz mahsulotlarini eksportga tayyorlash ishlari qizg'in pallaga kirgan. Gulbahorlik dehqonlar tayyor bo'lgan tarvuzlarni eksportga yo'naltirishmoqda. Dehqonlarning aytishicha, bu yil ob-havoning qulay kelgani va agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida bajarilgani hosildorlikni yanada oshirgan. Natijada ichki bozor bilan bir qatorda xorijiy davlatlardan ham mahsulotga talab ortmoqda. Bu esa mirishkorlarimiz yetishtirayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini ham oshiradi. Zo'r pishganga o'xshaydi, og'irligi ham 7-8 kilogramm chiqsa kerak. Aziz teletomoshabinlar, Surxondaryo viloyatida tarvuz eksporti boshlanib ketdi. Biz ayni vaqtda Termiz tumanidagi Gulbahor mahallasidamiz va gulbahorliklar tarvuzni birinchilardan bo'lib yetishtirishadi va mahalliy bozorlardan tashqari asosan xorijiy davlatlardan Rossiya davlatiga eksport qilishadi. Mana shu biz turgan dala maydoni qariyb 15 gektarni tashkil etadi va ko'rib turganingizdek tarvuzlar pishib yetilgan va bir necha kundan so'ng ayni mana shu yerning o'zidan xorijiy davlatlarga chiqarib yuboriladi. Albatta bu dehqonlarimizning samarali mehnati hamda tadbirkorlarga, dehqonlarga yaratib berilayotgan qulay imkoniyatlar. Shu bilan birgalikda unumdor tuproq va quyoshli zaminimizning saxovatidan. 5-6 yildan beri qishloq xo'jaligi mahsulotlari, meva sabzavotlar eksperti bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda 20 kundan beri Surxondaryo viloyatidamiz. Hozir mana tarvuzlar pishgan ekan. Shuni gaplashdik dehqonlar bilan. Hosillar yaxshi juda. Ta'mi bilan, ko'rinishi bilan bozorda baribir O'zbekistondagisi ajralib turibdi-da. Mehnatsevar dehqonlarimiz tomonidan yetishtirilayotgan poliz mahsulotlarining ichki bozorlarimizdan tashqari eksportga yo'naltirilayotgani aholi bandligi va ularning daromadlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xullas, surxondaryoliklar meva sabzavot yetishtirishda ilg'orlikni aslo qo'ldan boy berishmayapti va buning ortidan daromadlari oshib, turmush farovonliklari ham yaxshilanyapti. Dehqonning aytishicha, mana shu yerda 15 gektar bo'ladigan bo'lsa, 1 gektarining o'zidan 100 milliondan 150 million so'mgacha sof foyda olar ekan. Endi mavsum davomida dehqon qancha foyda ko'rishini hisoblab ko'raverasiz. O'zbekistonimizga birinchilardan bo'lib Gulbahorda tarvuz, qavunlar pishirtiramiz. Mana shu plyonka ostiga ko'chatlarni ekib biz parvarishlab bo'ldik. Mana shu mahsulot natijasi Xudoga shukr yaxshi hosil. 11 gektarga tarvuz ekdik. Mana shu tarvuzlarimiz nasib bo'lsa hozir hammasi eksportga boradi. O'rtacha hisobga mana xarajotidan tashqari bemalol 200 million daromad qila oladi 1 gektardan. To'y qildik, moshin mindik, ballarimizni o'qityapmiz. Shuni orqasidan. Ma'lumot uchun, tumanning Gulbahor mahallasi hududida har yili may oyining 1-10 kunligida qovun va tarvuzlar mamlakatda birinchilardan bo'lib pishib yetiladi hamda eksportga yo'naltiriladi. Hududda tarvuz eksportining erta boshlangani dehqonlarning imkoniyatlaridan unumli foydalanayotganidan dalolatdir. Eng muhimi, bunday harakatlar dehqonlar va fermerlar daromadini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda yurtimizning eksport imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda.